Kichik va o'rta biznes vakillari bilan uchrashuvda yuridik shaxslarning yer toifalarini o'zgartirish va imtiyoz qo'llash, qo'shilgan qiymat solig'idan hosil bo'lgan ortiqcha to'lovni qaytarish, kadastr organlari bazasidagi kamchilik tufayli yuqori hisoblangan yer solig'ini qayta ko'rib chiqish orqali ko'chma savdo obyektlarini olish, soliq turlaridan hosil bo'lgan ortiqcha to'lovlarni boshqa soliq turiga singdirish kabi ko'plab masalalar o'rganildi. Ochiq muloqotda viloyat soliq boshqarmasi tegishli bo'lim boshliqlari ishtirokida har bir murojaat qonuniy o'rganilib, ularning tezkor yechimi bo'yicha zarur topshiriqlar berildi. Qiziltepa tuman yo'llardan foydalanish davlat muassasasida hisobchi bo'lib ishlayman. Mana 2024-yilda yer soliq hisobotimizda topshirganimizda hammasi to'g'ri bo'lgani, faqat 2025-yilda yil boshidan 38 gektar yerimiz noqonuniy o'zlashtirilgan yer hisobida ro'yxatdan o'tib qolgan. Shuning uchun 3 barobar soliq ziyod chiqib kelayotganda hisobotni ham topshira olmayotgandik. O'sha muammoni kelib mana bugungi yig'ilishda aytganimizda viloyat soliq boshqarmasi boshlig'i muammomizni eshitib, bugunning o'zida ijobiy hal qilib beramiz deb va'da berdi. Shuningdek, boshqarma boshlig'i uchrashuvdan so'ng tadbirkorlar huzuriga borgan holda ularning muammolarini o'rgandi. Murojaatlar yechimi yuzasidan mas'ul mutasaddilar bilan hamkorlikda aniq choralar belgilandi. Joylarda bu kabi ochiq muloqotlar davom etmoqda.